Jamoa asosan qanotlardan hujum qilishadi va markaz orqali yorib kirishga ham harakat qilishar ekan. Ular bo'ydor hujumchisidan foydalangan holda albatta asosan bosh bilan gol urishga katta urg'u berishar ekan va standart vaziyatlar ham ularning eng xavfli qurollaridan biridir. Xavier, juda to'g'ri aytdingiz, ular qisqa kasanalar orqali hujumni juda ham tez tashkillashtirishmoqda. Ko'rib turganingizdek, ular har jabhada xavfli. Shomurodovning statistikasini ko'rdim. U Turkiya Superligasida, Yevropaning top ligalaridan birida to'p urar bo'lmoqda. Bu hech narsani anglatmayaptimi? Bu albatta xavfli signaldir. Biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'zbekiston shunchaki sayohatga kelayotgani yo'q. Ular har qanday jamoani ojiz nuqtasini his qilishga majbur etishmoqda va biz bunga tayyor turishimiz kerak. O'zbekiston shunchaki sirli tulpor emas, bu aniq tashkillashtirilgan jamoaviy, intensiv va evolyutsion ruhdagi jamoa. Men